Voy, tillarni narxi normalniy tushib ketdi. Bugun normalniy bilindi, hammaga bilindi. Tilla ololmay yurgan tanishingizni bu videoni jo'natib qo'yaversanglar bo'ladi. Nimaga desanglar, bu yerda yoyib qo'ygan vitrinalarimga aloqasi yo'q. Sizlar uchun yangi taqilmagan izdirni olib keldim. Narxini eshitib toshni hayratda qolasizlar. Hozir birinchi tovarimni ko'rsatdik, keyin narxini aytaman. Ko'rishingiz mumkin, bizga shaniyerli ko'zsiz variantlari mana ko'rishingiz mumkin. Bir dona bo'yni bor, faqat brasletidan mana soni chegaralanmagan, qancha kerak bo'lsa bor. Xullas, bularning narxlarini hech kimni savdosini o'ldirish niyatimiz yo'q. Prosta narx tushganiga foydalanib qolyapmiz, tillalarimizni sotib, pulini yechib olmoqchimiz. Bo'ldi, все, boshqa anaqasi yo'q. Faqatgina 2 kun skidka beryapmiz. 2 kungina $95 xullas mana shu ko'rib turgan ashdagi hamma yangi tillalarimni sizlarga berib olishga qaror qildim. $95 dan menimcha yangi tillalarni hech kim bera olmasa kerak. Yana ham bersa kerak-ku, bilmadim, lekin mana mana shu yerda lekin turgan hamma yangi tillalarimni ertaga bitta vitrinaga yoyaman, bir dona vitrinaga yoyaman. O'sha yerga kelib, bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Faqat tezroq shoshirib qolasizlar, ertaga va indinga amal qiladi bu skidkamiz. Tilla ololmay yurgan tanishingizni bu videoni jo'natib qo'ying. Albatta manfaatli bo'ladi. Konkursda yutmoqchi bo'lsangiz, shu videoyimda ham aktiv bo'lasiz. Sog' bo'lasizlar.